sokinlikdan kuch topadigan qalblar uchun. Laylo asari. Muallif Aleksandra Kavelius. 5-qism. Zarrin. Qorong'i bo'shliqqa tikilib o'tirar ekanman. Kladushada yashaydigan bir tanishim esimga tushdi. Uning ismi Zarrin bo'lib, u ham men tengi 16 yoshda edi. Ukrainadagi plyajda tanishib, bir-birimizni juda yoqtirib qolgandik. Uning uyi unchalik uzoq emasdi. Shundoqqina keyingi ko'chaning muyulishda. Agar uni izlab uyiga bormoqchi bo'lsam, topa olishim uchun uy ko'rinishini bot-bot tasvirlab berardi. Mast odamdek gandiraklagancha ko'cha bo'ylab yurib ketdim. Ko'p qavatli uyning qo'ng'irog'i ustidagi ismlarga boqar ekanman, hamma narsa ko'zimga juft bo'lib ko'rinardi. Yaxshiroq ko'ra olish uchun shishib ketgan ko'zlarimni pirpiratdim. Nihoyat Zarrinning qo'ng'irog'ini topdim. U avtonom bo'linmaga yaqinmi va yoki bosniyalik askarlarga, buni bilmasdim. "Laylo, senga nima bo'ldi?" deb so'radi ahvolimni ko'rib. A'zoyi badanim momataloq bo'lib ketgandi. "Ichkariga kir", deya qo'limdan tortdi va zinapoyaga xavotir bilan ko'z tashlab qo'ydi. Zarrin mo'jazgina xonadonda yolg'iz yashardi. Ba'zan ota-onasi yoki ukasi undan xabar olgani kelsa, shu yerda tunab ketishardi. Aslida ularning uyi qo'shni qishloqlardan birida bo'lib, dugonam faqat o'qish boshlangandagina bu yerda turardi. U ham boshqalarga o'xshab, urush bir haftaning nari-berisida tugaydi va yana o'qish boshlanadi deb o'ylagan edi. "Bu yerga ham kelishdimi?" deb so'radim. "Yo'q, hozircha kelmadi", deya meni tinchlantirishga harakat qildi Zarrin. Bemajol alfozda divanga o'tirdim. "Seni kim bu ko'yga soldi?" deb so'radi asabiylashib. Boshimga tushganlarni va xolamning qilmishlarini bir nafasda so'zlab berdim. Zarrinning ko'zlaridan yosh shashqator bo'lib oqa boshladi. "Mening uyimda istaganingcha qolishing mumkin. Yaqinda vaziyat yaxshilanadi", dedi ko'tarinki kayfiyatda. Bu orada qon qotgani tufayli peshonamga yopishib qolgan sochlarimni avaylab tortib qo'ydi. Qo'llarigacha terlab ketdi. Zarrinning bo'yi mendan biroz pastroq ekanini hisobga olmasa, tashqi ko'rinish jihatdan bir-birimizga quyib qo'ygandek o'xshardik. U siyosatga qiziqmasdi. Biz uchun atrofda yuz berayotgan hodisalarning bari telbalik edi. Odamlar buyuklik da'vosi bilan bir-birlarini o'ldirishayotgandi. Zarrin ikkimiz tun bo'yi biron chiqish yo'lini izladik. Ora-orada charchab uxlab qolardik. Avtonom bo'linma istalgan payt eshikni sindirib, ichkariga bostirib kirishi mumkinligi ikkalamizni ham titratardi. Ertasi kuni tong yorishib, quyosh chiqqan pallada ham nima qilishni o'ylab o'yimizga yetolmadik. Qornimiz ochlikdan g'ildirayotgan bo'lsa ham, tamaddi qilib olish haqida unutgandik. Faqat juda chanqagandik. Tomoqlarimiz qurib qolgandi. Uyda esa suv yo'q. Aslida uydan chiqish taqiqlangan. Ammo yashirincha borib, buloqdan suv olib kelishdan boshqa choramiz qolmadi. Birgalashib ko'cha chetida chaqqon qadamlar tashlab borardik. Uyda hatto bir daqiqa ham yolg'iz qolishni istamasdim. Menimcha, ko'chaga chiqqanimizni birortasi ko'rib, allaqachon xabar ham bergan bo'lsa kerak. Yana bir kecha-yu bir kunduz birga o'tirdik. Har gal biron shovqin qulog'imizga chalinsa, yuragimiz qinidan chiqib ketardi. "Qishloqqa, ota-onamning yoniga qochib borib, o'sha yerda jon saqlasak bo'ladi", dedi Zarrin. Birgalikda shahardan qanday chiqib ketishimiz mumkinligi haqida o'ylay boshladik. Albatta, buning iloji yo'qligini ikkimiz ham bilardik. Ammo cho'kayotgan odam cho'pga yopishadi deganlaridek, hali umidimizni butkul yo'qotmagandik. "Ochinglar!" Tongi soat 5da kimdir eshikni taqillatdi. Yuragim bo'g'zimga qadalib, gursillab ura boshladi. O'sha payt qo'rqqanimizdan bir-birimizning ko'zimizga ham qaray olmayotgandik. Zarrin o'rnidan turib eshikni ochdi. 30 yoshlar atrofidagi 3 askar tasir-tusur qilib oldinma-ketin ichkariga kirib keldi. Bu odamlar qora ligadan edi.
Biz serb bo'linmasi o'ta shafqatsizligi bilan tanilganidan bexabar edik. Ular ramz sifatida qora kiyim kiyishar, qalpoqlariga esa insonning bosh suyagi tasviri tushirilgandi. "Egningizga biror narsa kiying, so'roq qilishimiz kerak", deb buyurdi bittasi. Vahima ichida Zarringa qarab yig'ladim. Bizni qayoqqa olib borishmoqchi? Shunda dugonam jahl bilan ularning qarshisiga chiqdi-da, "Bizni olib ketishga haqqingiz yo'q. Modomiki so'roq qilmoqchi ekansiz, shu yerda qilavering", dedi. Hammasi nihoyatda tez sodir bo'ldi. Bittasi Zarrinning kiyimidan tortqilab, "Nimalar deyapsan, ey qiz? Senga qayerga borishni buyursam, o'sha joyga borasan", dedi. U daroz va ozg'in kishi edi. Chap yonog'ida uzunasiga chandiq tushgandi. Zarrin toshdek qotib qoldi. So'ng qo'qqisdan orqasiga o'girildi-da, hammom tarafga qarab qochdi. "Nega bunday qildi-ya?" 3 askar uning orqasidan yugurdi. Qizga yetib olib do'pposlay boshladi. Etiklari bilan boshiga tepishdi. Yuzida chandig'i bor kishi qurol o'qtalib, yerparchin bo'lib yotgan dugonamning qorniga o'q uzdi. 16 yoshda edik. Hayot haqida nimani ham bilardik. Ota-onamiz bizni real hayotga yaxshi tayyorlay olishmagandi. Dunyoda shunday vahshiy odamlar bo'lishi mumkinligini bizga aytishmagandi. Zarrin imranardi. "Ey Xudoyim", og'riqdan baland ovozda ingrayotgandi. "Nega bunday qilding?" deb baqirdi bosqinchilardan biri chandiqqa qarab. "Men hech narsa qilmadim", dedi qotil o'zini himoya qilib. "Endi uni qanday olib boramiz?" dedi unisi. "Olib borishga majbur emasmiz", dedi chandiq bashara. Uchinchisi ularning gapiga aralashmadi. Daffatdan bilagimdan siqib, meni zinapoya tomonga sudrab ketdi. Eshik ochiq qolgandi. Pastga tushganimizda 2 marta o'q ovozi yangradi. Meni bir mashinaning orqa o'rindig'iga qopga o'xshatib otib yuborishdi. Zarrini do'pposlagan 2 qotil 2 yonimga o'tirdi. "Joningdan umiding bo'lsa, bu haqda biror kimsaga og'iz ochmaysan", deb po'pisa qilishdi. So'ng jimib qolishdi. Ichim bo'm-bo'sh edi. Vahima yo'q, ko'z yosh yo'q. Hech narsa yo'q edi. O'zim ham oxir-oqibat dugonamga o'xshab o'lib ketishimga amin edim. Aslida urushning boshlanganini Zarrinning o'limidan keyingina chin ma'noda idrok etdim. Inson zotining hech qanday qadri yo'q. Odamlar pashshadek o'lib ketishayotgandi. Yana politsiya boshqarmasiga olib kelishdi. Ammo bu safar meni boshqa odam so'roq qildi. Qayerdan kelganim, kim ekanligim va Kladushada nima qilib yurganimni so'radi. Hamma savollarga sharillatib javob berdim. So'ng "Zalga borib o'tirdi, hammasini birma-bir yozib ber", deb buyurdi. Buyruqqa bo'ysunib ko'rsatmalarimni yozib berdim. Bir politsiyachi darrov yana bitta oq qog'oz oldi-da, yonimga keldi va "Yana bir marta yoz", dedi. Bu holat 5 marta takrorlandi. Qog'ozlarning har birida bir xil narsa yozilgandi. Ismim Laylo Zishka. 1976-yil 17-sentyabrda tug'ilganman. O'rta maktabda o'qish uchun Ukrainada yashaydigan bobom va buvimning yoniga kelgandim. 4 kun avval Narmin xolamga ergashib bu yerga keldim. Qog'ozni 5-marta berganimdan so'ng politsiyachi tergov xonasiga kirishimni buyurdi. U menga miyam ishlamasligi va qaysarligimni aytib tanbeh berdi. Boshimdan ayrilishni istayotganmidim. Keyin esa "Buni kurka fermasiga olib boring", deb baqirdi. Kurka fermasi. Mashinada hamma jim ketyapti. Rulda Zarrinning qotili avtomobil oynasidan tashqariga qarab ketganim bilan nimani ko'rganimni ham bilmayman. Go'yo tevarak atrof tuman ichiga singib ketgandek. 1 soatdan so'ng mutlaqo kimsasiz joyda to'xtadik. Oldimizda metall tunukadan yasalgan 8 ta angar turardi. Butun majmua o'rtasidan qoq 2 ga bo'lingan barrikadaga o'xshardi. Dala sim to'siqlar bilan o'ralgan, atrofida o'tloqlar va o'rmonlar yastanib yotibdi. Qosh qoraya boshlagandi. 2 askar meni asosiy darvozadan olib kirib, kichik
qorovulxona tomon itarib yuborishdi. Zalda 3 yigit tanballik bilan stolning ustida yoyilib yotardi. "Zaxira to'ldirilmoqda", deb esnadi biri. Qo'shni xonaga o'tishimni o'ta erinchoqlik bilan ishora qilishdi. U yerda bir odam o'tirgandi. 50 yoshlar atrofida, tepakal va uzun soqolli. Boshqalar kabi u ham menga boshdan oyoq qarab oldi. Kotiba qiz tortmasdan bir blanka chiqarib, darrov imzo qo'yishim uchun uzatdi. U yerda nimalar yozilganini ham aniq o'qiy olmadim. Shoshilinch imzo chekayotganimda faqat Bosniya-Gersegovina qo'shinidan ekanim va ustiga qandaydir belgi qo'yilgan mashinaga qarata o'q ochganim haqida yozilgan satrlarga ko'zim tushdi. Darhol bu yerda yozilganlar xato ekanini tushuntirishga kirishdim. "O'chir chakagingni", deb gapimni bo'ldi keksa odam. Bo'yin egishdan boshqa choram yo'q edi. U xunukkina imzomni ko'zdan kechirar ekan, masxaromuz ohangda "U tochish o'rniga yozishni o'rganganingda edi, o'zingga yaxshi bo'lardi", dedi. Yozuvim yomon edi. Qorovullardan biri meni orqadagi angarga olib o'tayotganida allaqachon qorong'i tushib bo'lgandi. Boshqa hech narsani anglay olmasdim. Bir zumda bari ters ketdi. Askar temir eshikni ochib, meni qorong'i xonaga itarib yubordi. Burnimning uchini ham ko'ra olmayotgandim. Birdan xayolimga bu yer gaz kamerasi degan taxmin keldi. Chunki havo juda achimsiq, pichoq bilan kessa bo'ladigan darajada dim edi. Hayajonlanganimdan yolg'izmanmi, yo'qmi, deya atrofni paypaslay boshladim. Qulog'imga majolsiz ingrashlar va allaqanday tovushlar eshitildi. Chaqaloq yig'layotgandi. Demak, bu yerda odamlar bor. Qo'llarimni oldinga uzatgan ko'yi paypaslanib yura boshladim. Bu zimiston xonaning qanchalik katta ekanini bilmoqchi edim. Endigina 2 qadam tashlagandim hamki, kimningdir oyog'ini bosib oldim. "Ko'zingga qarasang-chi", deb baqirdi bir ayol. Qo'rqa-pissa yurishda davom etdim va yana kimgadir urilib ketdim. Shundan keyin devorga suyanib o'tirishga qaror qildim. Qo'llarim bilan tanamni quchdim. Chunki ipak ko'ylakda iyagim shaqirlaydigan darajada sovqotayotgandim. Asta-sekin ko'zim qorong'ilik ko'rgandi. Atrofni ilg'ay boshladim. Qo'qqisdan qorong'ilik ichidan bir ko'lanka chiqib, menga yaqinlashdi. "Yangimisan?" deb so'radi. Ovozidan uning katta yoshli ayol ekanligini fahmladim. Ammo savolining ma'nosini unchalik tushunmadim. "Iltimos, menga qayerda ekanimni tushuntiring", dedim. Ayol meni tinchlantirishga harakat qilib, "Qo'rqma, necha yoshdasan?" deb so'radi. 16 da, javob qildim. Keyin dalda berib, "Shu turgan yeringda o'tir, boshqa joyga o'ta olmaysan. Har tarafing to'la odam", dedi. Bu ayolni savollarga ko'mib tashladim. "Bizni bu yerda nima qilishadi? Bu qaysi angar? Qayerdamiz?" "Bilmayman. Kichik bolalarimni ham qamab qo'yishdi. Hammasi har xil angarda saqlanyapti", dedi ayol. Keyin yig'lay boshladi. Atrofga jimlik cho'kdi. Keksa ayol qorong'ilik bag'ridan qanday chiqib kelgan bo'lsa, xuddi shunday zulmatga singib ketib, meni yolg'iz qoldirdi. Bu yerga kelgunimcha bir tomchi ham ko'z yosh to'kmagandim. Birdan ustimdagi barcha bosim ko'tarilib, yig'lay boshladim. Shunda haligi ayol yonimga kelib, meni ovutdi. Hammasi yaxshi bo'ladi degan umid bilan qattiq uyquga ketdim. Tushimda Zarrinni ko'rdim. O'zimning chinqirig'imdan uyg'onib ketdim. "Nima bo'ldi?" deb xavotir bilan so'radi keksa ayol. Shunda unga yarim tunda Zarrinnikiga borganimni, askar uning qorniga otganini va uning og'riqdan g'ujanak bo'lib ingrab yotganini gapirib berdim. Ayol yonimda uxladi. Men esa ertalabgacha mijja qoqmay chiqdim. Faqat tong otgandagina 70 ga yaqin ayol va bolalar bir angarga tiqilganimizni ko'ra oldim. Ba'zilari chetga tashlangan somon ustida yotishardi. Kurkalardan qolgan hashaklar edi bu. Hojatga borishim kerakligi uchun tinchim yo'qolib turgan joyimda depsina boshladim. Yonimdagi keksa ayol uyg'ondi. "Men bilan yur", dedi. Siqilishib yonma-yon yotgan ayol va bolalarni oralab o'tib, xonaning to'riga bordik.
U yerda 70 kishining najasi yotardi. Ko'nglimni behuzur qilgan ko'lansa hiddan hushdan ketayozdim. Hojatga shu yerda chiqa olasan, deb tushuntirdi keksa ayol. Bunga o'rganishga majbursan, deb qo'shimcha qildi. Bu yerga kelganiga endigina 4 kun bo'lgani holda bu gaplarni aytayotgandi. To'satdan eshik ochildi. Tashqariga chiqinglar, deb baqirdi bir askar. Nochor va nogiron qariyalar, bolalar va go'dagini qo'lida ko'tarib olgan onalar hovlida 3 qator bo'lib saf tortishga majbur edi. Oftob ko'zlarimni qamashtirar, toza havodan boshim aylanardi. Keksa ayolni ko'zdan qochirdim. Gandiraklab safga qo'shildim. Soqchilar boshqa angarlarning eshiklarini ochayotganini kuzatdim. Asta-sekinlik bilan 300 ga yaqin asir tashqarida to'plandi. Old tomondagi angarlardan tashqariga chiqqanlar erkak asirlar edi. Darhol bizga ko'z-quloq bo'lib turgan kishi saf bo'ylab yurdi. Va duch kelgan bir nechta ayolga ishora qilib, "Senlar tashqariga chiqasan. Sen esa shu yerda qolasan. Sen tashqariga chiqasan. Sen esa bu yerda qolasan", deb birma-bir buyurdi. Shu yo'sin bizni muayyan ishchi guruhlarga bo'lishdi. Bajariladigan yumushlar kartoshka tozalash, kasallarga qarash, suv olib kelish, najaslarni tozalashdan iborat edi. Vazifalar taxminan har 2 kunda o'zgarardi. Birinchi kuni 5 nafar ayol bilan birga hamshiralik vazifasiga tayinlandim. Qo'riqchi bizni ulkan beton vannalari bo'lgan yerto'laga olib tushdi. Ichida go'sht va suyak parchalari yopishgan bintlarni tozalashimiz kerak edi. Qo'llarimni qonli suvning ichiga tiqib, suyak va go'sht parchalarini ajratar ekanman, nihoyatda qattiq jirkanardim. Madad o'tingandek bo'lib, yonimdagi ayolga qaradim. Ammo uning nigohlari olislarga qadalgandi. "Isming nima?" deya u bilan suhbatlashishga chog'landim. Ammo ismini aytmay, menga orqa o'girib oldi. Qo'rqqanimdan kun botgungacha og'iz ochmadim. Bintlarni yuvayotganimizda suyak parchalari qo'limizga ignadek sanchilib jarohat yetkazardi. Nihoyat bu jirkanch bintlarni kir yuvish mashinasiga soldik. Keyinchalik buning boshqa ishlarga qaraganda foydaliroq ekanini angladim. Hech kimga sezdirmasdan suv bilan yuz-qo'limni yuvib olishim mumkin edi. "Artib tozalang", deb buyurdi qo'riqchimiz keyingi gal. 15 ga yaqin bemorlar xonasining har biriga 2 yoki 3 tadan yarador askar joylashtirilgan edi. Ko'zidan ayrilgan erkaklarning yoniga a'zolari uzilib tushgan bemorlar yotqizilardi. Ichkariga kirganimizda hamshiralar burun jiyirib, "Uf, anavi sassiqlar yana kelishdi", deyishdi. Har birimiz latta bilan bir necha xonani artib chiqishimiz kerak edi. Aksariyat askarlarning ahvoli yaxshi bo'lmasa-da, bizni tepishga, urishga va tupurishga kuchlari hali yetardi. Ishlari bitguncha jim turishga majbur edik. Oramizdan birortamizga bir olma yoki banan beradigan oddiygina odamni uchratish amri mahol. Kun botgach, xuddi qo'ylardek badbo'y qo'ramizga qaytardik. Har bir ayol angardan yotishga joy qidirardi. Avvalroq kelganlar tagiga biroz somon to'shab olishga imkon topardi. Qaltiragancha bir burchakda g'ujanak bo'lib yotdim. Ertasi kuni meni so'roq qilishga chaqirishlariga amin edim. U yerda bularning barchasi anglashmovchilik ekanini tushuntiraman. Nihoyat uyga qaytib ketaman deb umid qilardim. Atrofimdagi ayollar bolalarini bag'riga bosishdi. Bolalar og'riqqa chiday olmay baqirishardi. Qo'llarining terisi tirnalgan, qattiq azob berardi. Tabiiyki bolalar tagligi yo'q, hattoki qog'oz ham. Faqat egnimizdagilar bor. Bir necha kundan keyin kichiklarini boshqa joyga ko'chirishdi. Endi men 16-17 yoshdagi yana 2 qiz bilan o'smirlar guruhida edim. Keyinroq bu qizlarni ham olib ketishdi. Qo'yib yuborishdimi, olib qochishdimi yoki o'ldirib yuborishdimi, bunisini bilmayman. Qornim ochlikdan burab og'rirdi. Oxirgi marta qachon nima yeganimni ham eslay olmayman. "Bizga qachon yegulik berishadi?" deb so'radim yonimdagi ayoldan. "Kutishni o'rganishing kerak", dedi u menga. Shu payt qorovullar aravada non olib kelib tarqata boshlashdi. Soqchi o'zining xohishiga qarab har kimga bir yoki 2 bo'lakdan non berardi.
Barmoqlarim bilan nonning ko'karib, mog'or bosib ketgan joylarini tozaladim. Qachon suv berishlarini so'raganimda, non berilganda suv bermasliklarini, suv berganlarida esa aksini qilishlarini bilib oldim. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.